nazokat. Nima ko'rsan? Nima qilardim? Mana choch kapsula qilyapman. Har bitta chochni bittadan kapsulaga o'tkazyapman mana. Горячий наращивание Kimga deydi. qo'ysan buni? Buni klientga qilyapman. Объем uchun qilyapmiz. Nimaga kalta deb so'rashsa, nimaga choch kalta desa, bu shunchaki объемga объем beradi va kalta sochlar arzonroq yuradi. Kapsulalaring zo'r ekan qani? Mana ingichka kapsula, tolki mana. Bilinmaydi ham. Umuman bilinmaydi. Bu kapsulalarni bemalol chochga ulaysiz, bemalol boshingizni yuvurasiz. Balzam ham bemalol ishlataverasiz. Buni nimasi yoqadi menga? Горячий наращиваниеni keratin bu. Nimasi yoqadi menga keratinligi? Chunki bunda choch ulaganingizda bemalol balzam ham ishlatishingiz mumkin, bemalol fenda qilishingiz ham mumkin. Прическа deysizmi, strижка deysizmi, любой narsa qila olasiz. Желательно mana mijozli klientlarga mana bunaqa taroq bo'lsa, taraganda chochingizni yaxshi taraysiz. Oddiy taroqdan ko'ra, lekin любой kapsula. Hozir buning nechta kapsula chiqadi? Buni hozir где-то 200 tadan oshiq kapsula chiqadi. Bu объемga. Ha, bu объемga faqat. Объем uchun yaxshi bo'ladi, chunki bu для объемов kalta choch. Chunki mana ko'plar kaskad qiladi, kaskadga menga tayyor choch kerak, ulash uchun deydi. O'shanda ularga mana shunaqa variant. Mana bu eng tepasi emas, bu keyingi makushkasiga. Mana bu kaskadni mana bu yoq kalta bo'lgandan keyin keyingi makushkaga, keyingi orqasiga mana buni ulasa bo'ladi. O'shanda plavniy ketadi kaskad. Plavniy kaskad ukladka bo'ladi. Kare sochdan ham, kalta mana bunaqa sochdan ham, kare sochdan ham plavniy kaskad, turetskiy kaskad qilib narastit qilsa bo'ladi. Объемный bo'ladi, shikarniy bo'ladi. Sochlaring qanaqa? Искусственный yo naturalniy olasanmi? 100% naturalniy, 100%. Men to'g'risini aytaman, aldamayman. Men klientlarim keladi uyga. O'shalardan men choch kesib olaman. To'g'ri, menda uzun choch yo'q hozircha. Lekin uzun choch bo'lsa, uzun chochni narxi alohida boshqacha bo'ladi. Bu mana bu choch $2. Bitta kapsula $2 ketadi. $2dan bu oldingi narx. Men oldingi narxda men ishlayman doim. Eski narxda ishlayman-da, bu $2. Bitta kapsula $2. Bu объемga ketadi. Ham yaxshi горячий наращивание, bu даже помогает росту волосам. Mana горячий наращивание chochingizni o'sishiga ham yordam beradi. Bu chochingizni yulib olmaydi, chochingizni og'ritmaydi. Silikonni yuvganingizdan keyin chochda ishadi, silikon. Ishgandan keyin chochingiz tortiladi, chochingiz bo'shab, yechilib ketib qoladi silikonda. Yechilib tushib ketib qoladi. Bu keratin, он щадящий и помогает росту волосам. Buni qilgandan keyin mana ko'ryapsizmi? Silikon bunaqa bo'lmaydi. Silikon baribir hishib qoladi. Bunda mana hishib qolmaydi, mana ko'ryapsizmi kapsulani? Tushunarli. Tayyor sochlarim ham bor. Молодец, hunaring yaxshi ekan. Hozir mana sizga tayyor chiroyli videoni ko'rsataman. Xo'p, uni keyin ko'rasiz. Hozir mana shuni qilsangiz, har bitta kapsula $2dan soch bilan. Agar o'zidan olib kelsa choch, klient o'zidan olib kelsa, unda bitta kapsula $1 bo'ladi. Bizda juda ham arzon, biz hamyonbop choch ulashimizni klientlarga ma'qul tushadigan narsa. Juda ham aynisi bu. Bunda o'zimni dugonalarimga aytavering. Ha, aytavering, bemalol объем. Hozircha faqat объем uchun bording. Плавный переходga bor chochi deng. Uzun choch hozircha menda yo'q. Endi xudo xolasa uzun choch sotib olsam alohida, uni ham iloji bo'lsa klientdan kesib olaman. Yaxshi bo'ladi. Bemalol ulasa bo'ladi, mazza qilib yuradi odam. Choch 100% naturalniy. Bemalol yoqib ko'rasizmi? Dazmol ishlatib ko'rasizmi? Unda hech narsa qilmaydi, 100% naturalniy. Marhamat qilib, siz ham qiling.